Yuzi ko'p terlaydiganlar uchun idealniy premium nabor ko'rsataman. Qizlarjonlar, yuzi ko'p terlaydigan, yuzi ko'p yog'lanadiganlar yaxshilab ko'ringlar. Bu aynan premium xohlaganlar uchun. Именно bu nabor Chanel brendining nabori hisoblanadi. Hydra Beauty sostavi полный gelobrazный bo'ladi, ya'ni vodniy osnovadagi krem hisoblanadi. Bularni boshqa kremlardan farqi nimada? Sostavi kremobrazный bo'lmaydi, gelga o'xshagan bo'ladi. Terisi juda ham yog'lanib ketadigan, terisi krem ko'tara olmaydigan ko'jalar bo'ladi, bilasizlarmi? Juda ham o'ta yog'li yuzlar. Aynan o'shalar uchun mo'ljallangan nabor hisoblanadi. Qaranglar, bu yuzni yuvish uchun mo'ljallangan penkasi, ertalab kechqurun yuviladi. Bunisi esa ertalab ishlatiladi, gel bu. Kechqurun esa terisini namlantirish uchun mana kremobrazniy variantidagi krem ishlatiladi. Sivritkasi uchun sostavi mikro essensiya seriumi ishlatiladi. Bu yog'lanishni kamaytirib beradi. Bunisi esa ko'z atrofi uchun mo'ljallangan, ko'z atrofining qurimasligi va ko'z atrofiga ajin